13-14 mart kunlari butun respublikamiz bo'ylab yurt obodligi mahalladan boshlanadi shiori ostida katta ko'lamda xayriya hashar ishlari boshlandi. Xususan mana bizning Navbahor tumanimizda ham hashar ishlari boshlandi. Har bir xonadon, har bir ko'cha kesimida hammamiz mana ko'cha boshliqlari, nuroniylarimiz bilan birgalikda, hamkorlikda eng quvonarlisi shundaki, mana xalqimiz jips bo'lib, ko'tarinki ruhda bu tadbirga faol ishtirok etyapti.